Normandiya, Ruan shahri. Bu yerda uyni qayta qurish yoki uni rangini o'zgartirish, uni ta'mirlash, hattoki eshik yoki oynani o'zgartirish mumkin emasligini bilarmidingiz? Assalomu alaykum qadrdonlar. Ko'rayotganingiz Bahodir Live kanali. Siz bilan bugun Ruan shahri haqida gaplashamiz. Normandiyada tarixiy obidalar, antik obyektlar va eski uylar qat'iy himoyalanadi. Ba'zi binolar hatto eshik yoki deraza rangini o'zgartirishga ham ruxsat yo'q. Bu esa ko'rib turganingizdek qadimiy binolarning chiroyli saqlanishiga yordam beradi. Shuning uchun bu ko'cha, nafaqat bu ko'cha, balki Ruan shahrining ko'p qismi o'z tarixiy ko'rinishini yo'qotmagan. Bu ko'chaning nomi Rue du Gros Horloge. Ko'cha nafaqat chiroyli, balki qadimiy arxitektura jozibasini saqlab qolgan. Bu ko'chaning yana bir o'ziga xosligi shundaki, bu yerda joylashgan ulkan qadimiy soat Gros Horloge 14-asrda yaratilgan va Ruanning ramzi hisoblanadi. Uni Keito va boshqa mahalliy ustalar yaratgan. Soatning og'irligi taxminan 400 kilogramm atrofida bo'lib, u mustahkam temir mexanizm bilan ishlaydi. Har kuni bu yerga minglab turistlar tashrif buyuradi. Sena daryosi bo'yida joylashgan bu qadimiy maskan o'z tarixini vikinglar davridan boshlaydi. Aynan shu daryo orqali shimoldan kelgan vikinglar bu yerga yetib kelgan va Ruan atrofida yashab qolishgan. Ular bu joyda kemalar yasagan, savdo qilgan va asta-sekin o'z madaniyatini bu yerlarga singdirgan. Shu bois bugungi Normandiya nomi ham Normanlar yeri, ya'ni vikinglardan kelib chiqqan. Men daryo bo'ylab yurarkanman, o'sha qadimiy dengizchilar izini his qilgandek bo'ldim. Bu yo'l meni Ruan shahridagi dengiz va daryo muzeyiga olib keldi. Muzeyda qadimiy kemalar modellaridan tortib, dengiz asboblari, xaritalar, port hayoti bilan bog'liq eksponatlar saqlanadi. Ularning ichida eng hayratlanarlisi ulkan kit suyagi. Bu dengiz hayvonining qoldig'i dengiz hayotini buyuk qudratini eslatadi. O'tgan safargi videomdan ham shu shaxsga to'xtalib o'tgandim, ya'ni Janna Dark. Bu yerda ham Ruan shahrida ham unga tegishli bo'lgan bir voqea sodir bo'lgan ekan. Aynan 1431-yilda 31-may kuni mana shu maydonda, ya'ni Ruan shahrining eski bozor yonida yoqilgan ekan. Aynan ana shunda inglizlar tomonidan ushlanib, mana shu yerda yoqilgan. O'sha paytda u 19 yoshida bo'lgan. Garchi u atigi 19 yoshida qatl etilgan bo'lsa-da, fransuzlar uchun allaqachon milliy qahramonga aylangan edi. U inglizlarga qarshi janglarda ko'plab jasorat va qahramonlik ko'rsatgan. Biroq inglizlar uni qo'lga olib, aynan Ruan shahrida, o'sha paytda Normandiya inglizlar ittifoqchisi bo'lgan davrda olovda yoqib o'ldirilgan. Hozir esa bu shahar Fransiyaning bir qismi. Tarixda esa Janna Darkning fidokorona hayoti bilan adabiylashgan maskan sifatida tanilgan.